Hayotda shunday insonlar borki, ular haqida gap ketganda tilimizga birinchi bo'lib minnatdorlik, hurmat va ehtirom keladi. Ular kundalik mehnatini shunchaki ish deb emas, xalqqa xizmat deb biladi. Ular oq xalatli farishtalar. Har kuni tong bilan ishga shoshayotgan shifokor va hamshiralar, inson hayotini saqlab qolish uchun kechani kunduzi bilan almashadigan jarrohlar, yangi tug'ilgan chaqaloqning ilk nafasiga sabab bo'ladigan akusherlar, o'z yumushini jimjit, lekin mas'uliyat bilan bajaradigan feldsherlar, bularning barchasi elning suyanchi, xalqning ishonchi. Ularning ko'zida charchoq bo'lishi mumkin, ammo qalbida mehr doimo yonadi. Har bir bemorning tashvishi ularning dardiga aylanadi. Har bir tabassum ularning g'alabasi bo'ladi. Ular insoniyatning eng muqaddas boyligi, hayotni asrab avaylaydi, qo'rqinchli pallalarda umid beradi, eng og'ir damlarda dalda bo'ladi. Ularning har bir kuni savob, har bir daqiqasi ezgulik ila o'tadi. Shunday fidoi insonlar borlikdan faxrlanamiz. Ularga bosh egib minnatdorlik bildiramiz.